Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bizning konteynerimiz o'z mijozimizga olib kelib berdik. Bu 12 metr konteynerimiz sotuv ofisiga moslashgan. Ustiga qaraganda alkafon qilingan, oldi to'liq. Oynalari panorama oyna, oltili qalin oynadan qo'yilgan. Kimga mana shunaqa 12 metrlik sotuv ofisi, 6 metrlik yotoqxonalar kerak bo'lsa, bizga aloqa qilsangiz, pastdan nomerlarga sizga sifatli, chiroyli qilib yasab beramiz. Buni ichiga kiradigan bo'lsak, kirish eshikdan ikki tabaqali eshigi, zamoklar ham original, yaxshi zamoklar qo'yilgan. Ichidan sizda poliga kafel bosilgan 60-60 granit kafel. Bu kafelimiz tagida tupli pol qilingan, to'liq boshdan oxirigacha 3 ta tupli pol miyasi bilan qo'yilgan. Bu qishda sovib ketmasligini oldini oladi. Xonaga kiradigan bo'lsak, ikki taraflama konditsioner qo'yilgan, o'ng tarafda va chap tarafda. Bu konditsionerlarimiz yozgi kuni issiq sovuqqa, yozgi kuni sovutib beradi, qishki kuni isitib berishga moslashgan. Devorlarimiz Decor Plus, patologimiz plastik. Devorlar orqasida 1000 vatt va poketdan foydalanilgan o'tibli uchun. Kimga mana shunaqa konteynerlar kerak bo'lsa, bizga aloqa qilsangiz, sifatli, tez sizga hamyonbop qilib yasab beramiz.